Hammaga assalomu alaykum. Mana shu videoni ko'radiganlarga kat yo'lda o'rnatib mana yoqib ketishdi. Bir hafta bo'ldi kat yo'lda ulaganimizga. Mana Betaniyadan o'tdi, xudo xolasa. Olib keldigan bu время olib ketdik. Orada yarim soat, 1 soat svetlar o'chirib qo'yapti. Kunduzi, keyin orada kechqurun hech bunday o'chirmasdi. Biz vaqtida olib kelib o'rnatib qo'yibmiz. Tingani yo'q, xudo xolasa mana sirkulyatsion nasoslarimiz ishlab turibdi. Fayyoz aka bir baho berib yuboring aka o'zingiz. Mana shunaqa moslamalar qilib, bolalarni tortib narsalarni uzib qo'ymaslik uchun rozetkasidan. Mana bezopasniy qilib, tepaga 1,5 metr tepa qilib ilib qo'ydik. Yosh bolalar bor. Endi xudo xolasa bitta televizorimiz bor, 3 ta lampochkamiz bor, shulardan qo'shilib qo'yamiz. Besimiz, akkumulyatorimiz 2lik. Yozuv faqat teskari bo'lib qoldi, akkumulyator teskari o'rnatib qo'ydik. Temirga, g'olo temirgacha xalaqit berganligi uchun. Faqat joyni sog' bo'lsin. Mana biz Namangan viloyati Pop tumani Yakkachi tugan joydamiz. Akamiz biroz nima qildik? Uka, mana shuni siz o'rnating. 1 yildan telefon qilasiz deyishdilar. Xudosa 1 yilga javob berishdi mana. Akamiz qo'li dard ko'rmasin. Bor akkumulyator UPSlar bor-u, haliga nima deydi? Ishonmay olasizda. Zo'yarning akkumulyatori u dahshat og'ir. Akkumulyator to'la zaryad. Titanga to'la ichidagi. Chaqmoq. Shun dahshat. Ishlashi zo'r. Nega olib kelib o'zim xursand bo'ldim, mana shu narsani o'rnatib. Ko'ngil xotirjam, bezopasniy qilib o'rnatib qo'ydik. Mana Fayyoz invertorga chiqaverasizlar. Mana shunaqa akkumulyator UPSlar kerak bo'lsa. Boshda o'ylanib olgandik, o'zimiz shu to'g'ri aldamasmikin degan fikrlarga borib, yo'q, yaxshi hammasi. Ishonib olsalaring bo'laveradi o'zlariga. Ishlaringga rivoj bersin. Qattiq uylab ishlayotibdi hozir. Mana hozir endi ko'mir tashlab qo'ydim. Ochmay ham qo'yarish. Tagidan yonadi bizniki. Tagidan kuda yonyapti. Voy. Zo'r. Sirkulyatsion nasosiz ishlayotibdi. Ventilyator ulab qo'yganmiz, ventilyator qo'shib ishlayotibdi. Otagon rahmat.